Bo'ldi qizim, bo'ldi. Uyga ichamiz. Chesnak, sabzi, pomadra oldim, nima qildim? savodxonligini oshirish yozmani Ano. beradi. Shuningdek, intellekt yordamida Ana u filtrdan qolgan bir kartochkani yuvdik. yaratish mumkin. Biroq sizning intellektingiz salbiy ta'sirlari ham mavjud. Bu yoqda kartochkamiz yomon g'ovlab ketgan, bilmasam qanday bo'lsa. Fikrlash va yozish Botir g'ovlagan zur biladan. Agar doim tayyor materiallarga Kecha ko'rsatdim Sholg'am, qanday bo'lsa, bu ham qanday shunday bo'ladi. ular ham qovlagan ekan. ana ularga ana bu yoqda-da. Uni ichmayga dedi, 10 kundan keyin Nima qilsin? maydadan Kimniki? Asliga Asadga g'ovlagan. Jamilaki bitta ham g'ovlamaganda. men bilmayman. fikrlari O'tib ko'rgan yo'q. Sholg'amim ham ana u. Mana bizda ketyapmiz. Yaxshi bo'lgan ekan. Cho'lga. Sholg'am chiqaruvdim, so'lib qolmasa. Kimga? Cho'lga ketyapmiz. Sholg'am chiqarib qo'ydimmi men bozorga. Sizga siqirib qo'ydilar, so'ligandan keyin rangi yuvsa rangi ketmaydi. Lolalar, qaranglar. Yoqda ham ko'p lola. hali tekshiringlar. Lolalar. Kelganlar mana qanaqa deydi. Mana Nima terib yuribdi? lola. Ha? Sechkasi bor qo'liga mishakka. Ana Lola teryapti. tushunmayman. Nima qilsa bo'ladi? Yo'qda. Sizlar dejurdamiding? Mana uylar ham ko'p lolalar. Bo'ldi. Mana ko'p. Qaytqancha. Bormadim, endi dushanbadan boramiz. Ona ko'rmasdim. Mana oldiga ham lola bor. Toqqan bo'lsa kerak, ha? Tog' yo'q yoqdan. Tog' yo'q. Ketyapmiz Mayevkaga. Piknikka. Mayevka ham piknik ham birda. Mana lolalar. Ko'p lolalar. Joyini to'ldirib tashlayapsan. Telefon o'chirib tashlaymi baribir? Olaman kimga tashab keyin o'chib. O'chirib tasha, olurmadi hali. Bo'ldi.